bachadoni yo'q ayollar bu erkak bo'lib qoldi, bu endi bu ayol emas, bu endi jinsiy hayotga yaramaydi, endi bundan xotin chiqmaydi degani emas. Faqatgina jinsiy hayot bachadon bor ayollarga emas-ku bu narsa. Bu narsa nima uchun siz bunchalik o'zingizga anaqa? Sizni qanday qilib o'zingizni qaynanangiz, o'zingizni qaynopalaringiz, ular ham ayol-ku, qanday qilib o'sha bachadon bo'lmasa, endi sen qoniqmaysan, endi bu erkak bo'lib qoldi, endi sen bemalol birovga uylanaver deb qanday qilib maslahat beradi? Ular ham ayol-ku axir. Aslida bachadon bizga seksual hayot uchun kerak emas. Bola bo'lgandan keyin aynan bolani ko'tarish uchun, ya'ni bolani asrash uchun, bolani 9 oy bag'rida olib turish uchun kerak bo'lgan organ hisoblanadi. Hayz sikli almashadi, hayz keladi va o'sha hayzni qoni sifatida chiqib ketadi. Mana shu uchun kerak bo'lgan organ hisoblanadi. Bu aslida jinsiy hayotda mezoni emas, bachadonning bo'lishi. Aslida bachadon normada holatda erkak bilan bo'lgan aloqada bachadonga borib yetib borish ham qiyin narsa hisoblanadi bu narsa. Agar u bachadon normada turgan bo'lsa o'sha joyda. Tushundingizmi? Bachadon va tuxumdon bo'lgan holatda ham agar u normada joyida turgan bo'lsa, tushmagan bo'lsa, hech qanaqangi erkakning jinsiy a'zosiga u tegmaydi ham, hech qanaqangi ahamiyati ham yo'q. Bu umuman noto'g'ri fikr. Aynan bachadonning borligi jinsiy hayotni qoniqarli yoki qoniqarsiz yoki yaxshi bo'lishi uchun mezon emas. Shunaqa erkaklarni ko'rganman, cho'loqni ham xotin qilyapti. Shunaqa erkaklarni ko'rganman, ruhiy nosog'lom ayollarni ham xotin qilyapti. Agar erkak haqiqiy sevsa ayolini, kerak bo'lsa mana shu narsa ham asosiy problema emas. Kerak bo'lsa sevsa, agar o'sha erkak. Shuning uchun umuman miyangizni olib tashlang. Asli eringizni fitratida bor shu narsa. Ikkinchi xotinga moyillik narsasi. Uni ikkinchi xotinni olish uchun sizda bu bachadonni olib tashlangan asosiy narsa emas, noto'g'ri narsa. Asli o'sha erkakning o'zi bor mana bu yerda. O'sha ikkinchi xotinga moyillik. Shuning uchun bu narsa uchun umuman aybdor his qilmang o'zingizda. Bachadoningizni olib tashlangani, o'sha ikkita bolani ham siz oilangizni totuvligi uchun, farzand kerakligi uchun, o'sha er uchun, o'sha qaynana uchun tug'ib berdingiz aslida. Sizni nima taqdiringizga o'sha qon ketishini, bachadonni olib tashlanishini siz belgiladingiz bu narsa. Allohdan berilgan taqdir-ku bu narsa. Nima uchun endi siz hayotingizni oxirigacha siz qiynalib yashashingiz kerak? Umuman fikrlaringizni o'zgartiring. Umuman hech qanaqangi bu narsa bo'yicha o'zingizni hamma sog'lom ayol kabi siz o'zingizni sog'lom his qiling. Eringizni boyaga xohlasa bachadoni bor paytiga xotin kerakmish, bachadon yo'q paytga xotin kerak emasmish. Shu ham bir mantiqqa to'g'ri keladigan gapmi? Men umuman tushunmadim. Xullas, miyangizdan bu narsani chiqarib tashlang. Siz hamma ayollar qatori sog'lom ayolsiz. Aynan bachadoni olib tashlangan ayollar, siz erkak bo'lib qolganingiz yo'q. Hayot davom etyapti. Siz sog'lom ayolsiz.